Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimisizlar? Mana opamizni boshlariga bir dard sinov kelib yuribdi, Allohim. Shunga sizlarga yordam bilan chiqmoqchimiz. Opamizni xo'jayinlar o'limdan o'tgan, ukalarni qaramoqlardi. Mana operatsiya qilish kerak. Shu operatsiyalarga qo'ldan kelgancha aka-ukalar, Alloh uchun hammamiz boshimizda bo'lishi mumkin. Kimdir opasi, kimdir singilisi bergan. O'shanga qo'llaringdan kelgancha yordam qilishlarini so'rayman. Xudo xolasa shu opamiz yaxshi bo'lib ketsalar duo qiladilar sizlarni ham. Shunga 35 million so'm pul kerak bo'lyapti. Uzog'i. Qo'ldan kelgancha yordam qilishlarini so'rayman, xolis Alloh uchun. Hammamizni boshimizda bo'lishi mumkin aka-ukalar. O'shaning uchun ihsonni mukofot ihson degan. Qo'llaringga kelgancha, agar qo'llaringdan kelmasa, o'sha 5 ming so'm, 10 ming so'm yig'sa ham daryo bo'ladi. Tomchi-tomchi bo'lib daryo bo'ladi. Yana nima deyman? O'shanga pullar yig'ilgandan keyin mana shu opamizni yotadilar, ko'rasizlar. Ishonmaganlar bo'lsa, mana nomerlarni qoldiramiz, opamiz o'zining nomerlarini bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa, shu opamiz oyoqqa turib ketishiga duoda bo'linglar. Qo'llaringdan pul tashlash kelmasa, iloji boricha shu videomizda yaqin do'stinglarga jo'natinglar, like bosib qo'yinglar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, mana shu opamiz oyoqqa turib ketsinlar. Men ishonaman, Jizzaxda akalarim bor, ukalarim bor, saxiy bo'y akalarimiz bor. Iloji boricha qo'ldan kelgancha barib qayerdadir o'tirsalarina o'sha 50-60 ming so'm abitlaringga ketadi. Shu opamizni iloji boricha duoda bo'linglar. Qo'llaringdan agar mablag' yetarli bo'lmasa o'zlaringda shu duo qilsalaringdan mayli. Shu videomni agar yaqin do'stlaringga, aka-ukalarga, opa-singillarimizga jo'natib qo'yinglar, hech bo'lmasa kommentariy yozib bir like bosinglar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Shu opamiz oyoqqa turib ketsinlar, Allohim.